Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şəkli şirketi izchil elçi programmasını əcri bilan ishlab kelyapti. Programmamizga kelgan qiz-yigitlarga sizlarga hamdamda bo'ladigan, sizlarni yaxshi ko'radigan, sizlarga yordamda bo'ladigan ustozlarni tanishtirib o'tay. Nongli advokat ish o'rnining advokati Xalida Abdulzadam. Xalidada qarshi olamiz. Şinjan san'at yo'linining professori Gulzar Temir Ma'lim. Gulzar Ma'lim qarshi olamiz. Alqışlıq psixika yetakchisi Ali Ma'lim. Ali qarshi olamiz. Birinchi numurliq qiz mehmon Muborak, 24 yosh, Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri jonliq, xushchaqchaq. Hozir egilik tiklash uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. Ikkinchi numurliq qiz mehmon Rashida, 32 yosh, Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida tikkuchilik korxonasida ishlaydi. 3 numurliq qiz mehmon Qalbinur, 24 yosh, Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 4 numurliq qiz mehmon Güzel Nur, 23 yosh, Turpan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir oliy maktabni bitirib, ma'lum bir shirkatda praktika qilyapti. 1 numurliq o'g'il mehmon Zulal, 24 yosh, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 2 numurliq o'g'il mehmon Alijon, 25 yosh, Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir o'z oldiga to'y film ishlash markazi ochadi. 3 numurliq o'g'il mehmon Kamil, 26 ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 4 numurliq o'g'il mehmon Qaysar, 25 yosh, Turpan shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchi shahrida yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullandi. Qiz-yigitlar, sizlarni xil ko'nib qoldinglar deb o'yladim. Programmamizning 4-qarori yuz ko'rishgandan buyon biz 3 bosqich bo'yicha qiz-yigitlarga fursat yaratib beryapmiz. Ya'ni birinchi bosqichimiz tunji uchrashish, ikkinchi bosqichimiz o'rtaq tonish, uchinchi bosqichimiz oxirgi tanlash. Undaq bo'lsa, tunji uchrashishga kim chiqadi? Alijon? Kimning chiqishini orzu qilyapsiz? Qo'lg'imga deb bering, ha? Anglab qoldinglarmi? Anglamaysizlar? Ha. Birinchi numur. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizchi? İsmingiz nima? Ismim Muborak. O'zim Urumchidan. Siz odatda nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men cho'qaram. Pikachi. Bulamdika. Mayli, men bir gap qilsangiz, men sahna o'tirmaya direkti. Qo'rqmang. Qo'rqib ketibdi. Siz Pikachiman? Men Pikachi emas, xizmatim. Baqalamsiz, biroq qiz olmang. Baqalaymi? Necha qiz bilan yurdingiz? Ikkisi bilan yurdim. Yolg'onga qilmang. Bas? Yolg'onga qildingiz siz. Alimam yolg'onga qildingmi? Bilib oldimmi? Rastdan qulam berib turmaysizmi? Ras ikkisi bilan yurdim. Nimishqa qayerga ketdingiz? Gap qilishning o'rni yo'q, ma'lum sabablar tufayli. Yomon sirliq bo'l ekan ya. Anna qilishib ketmaylik. Yana yursangiz yana ayilib ketamsiz. Meni qadriyalaydigan, hurmatlaydigan, kasb jihatda taraqqiy qilishga qo'llaydigan bo'lsa, bo'ldi shu. Siz qadrlay olamsiz? Qadrlayman. Qanday qadrlaysiz? Ko'yni va asrayman, hurmatlayman. Tugdimi? Men shu. Sizlarni savol sormoqchisiz. Siz albatta tashta qilasiz. Endi ahvol qaraymiz-ku. Ba'zan yeyman, o'san o'lma deb yotadigan o'g'am bo'lni qadrlab o'tmaymiz. Men ko'zingizga yoshda ko'rindimmi? Endi kasbingiz masalan vayron bo'lib ketib qolsangiz-chi. Vayron bo'lmayman deyalamsiz. Vayron bo'lmayman deyalayman. Chunki men o'zim ishlayman. Davomliqmishda ishning. Yaxshi bo'ldi lekin. Rahmat. Siz Muborak, siz Alijonni bundan burun ko'rib baqqanmi? Ko'rganman, oldin ketdim. Oldin qisanda ko'rdingiz. Demak, elchi orqali ko'rdingiz. Alijon sizga qanday ta'sir qoldirgan? Bu balandi. Da qarsam siz
Cimgurda qildi, lekin gapga sap baxsam qil gap qildigan chiroyi bor. Gapga saldingizmi hozir? Ha, bo'lmasa Aran ikki qiz bilan yurdim deydi, yana birdan so'rsam. Aran, Endi sho'xlik qildim deb sizni ko'rablam sho'xlik qila olmay tonishib, osta sho'xlik qilam nima ya? Nimish qasda sho'xlik qilsiz? bu Muborak singlim bek kulginchak. Amaliyot azroq chaqchaq aralashtirib olganda qiladi. Bo'lsa Muborak chaqchaq aralashtirmasdan qani amali eng oxirgi bir savolingizni so'rab beqing. Siz qanday tipdagi qizlarni o'zingizga loyiq tanlamoqchi? Tirishchan. Anondan keyin kesib jihatda meni qo'llab bersan bo'ldi. Bayatın Muborak Aran ishga qaytdim yuribdi-ku dedingiz. Sizcha ikkisi yetarli bo'lmadimi? Yanında qarsam ikkidek emas. Mustafa nechidek turdi? Ikkidan keyingi bilan nolni qo'shaydim. 20 mi? İşte Mikkel dedim cimo. Bu ikkisi azroq qo'yvasak cho'ji xo'rozdek urushib qolmasin. Eng yaxshisi tunji uchirishning eng go'zal odati saqlanib qolish uchun joyinglarga beringlar. Qani qag'allarmi tunji uchirish fursatini qo'ldan bermanglar, lekin sahnaga chiqolmaysizlar. Udul-mudul holatda bir-biringlar bilan paranglashib baqsanglar bo'ldi. Va yoki o'zinglar xohlagan qizning nomerini chaqirish orqali paranglashsanglar bo'ladi. Yaxshimisiz 3-nomerlik qiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. İsmingiz? İsmim Qalbinur Ürümchidan. Siz odatda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Odatda shu ta'tilda ba'zida ishlayman, ishdan tushgandan keyin janshal falan bormaymiz, do'stlarim bilan ko'rishaman. Siz biroq yaxshi ko'radigan kino yo bo'lmasa naqsha degandek bormi? Bekchiq degan ism kelmayapti. Ang Bekçi yaxshi ko'radigan kinoning ismi? Kinoning ismi? Kinoning ismi. 天空之上3公尺. Sizning kasbingiz? Kasbim 动物科学，还没有毕业，6. ayda 毕业qilman. Men 1. nomerlik Mayer'dan sual so'rab baqsam. 就是如果你对象有她的男闺蜜的话，你会介意吗？ 不建议，不建议。你们啥地方当的？俺们是那个异性do'stiyamsa savag'dishibamdi. Munosabatni yaxshi kontrol qilib o'ssa bo'ldi. Endi gap ba'zan masalalarni ma'lum so'raydigan asosda o yishin pangisini so'rasa, texmo yaxshi deb qarayman. Ma'qul, rahmat. Singlim, sizningki nanguymi deganingiz to'ydan burungi turmushdimi, to'ydan keyingi turmushdan bo'lsa bo'lamdi deganingizmi? Ishqib ikkalisi bor. To'ydan burunmi, ham to'ydan keyinmi yaqinroq er do'stining bo'lishiga qarshi turamda turmamdi shuni bilmoqchi, shundaymi? Endi mishada Alidan bir narsa so'rab beray, hammanglar uchun. Ali er yoki ayol tarafninki yot jinsdan masalan deganda güymeysi bo'lsa, yaqin do'st sirdishi bo'lsa, sizcha to'y turmushiga daxlisi bo'lamdi? Buni qarshi tarafning qabul qila olishlik, qabul qilmaslik qaraymiz. Endi rostla ba'zi qiz bilan ba'zi o'g'il o'tirisida hech qanday indaymiz muhabbata, hissiyat yo'q. Hissiyat jihatdan hech qanday hissiyat yo'q, ammo bir xil do'stdek, ashundaq bir xil yilashing munosabatining mavjudligi rost. Ammo hamda qarshi taraf shu xil holatga ishinib shundaq his qilamdi yoki qarshi taraf bu munosabatni boshqacha his qilamdi, bu qarshi tarafning psixik sharoiti bilan munosabatlik ish. Shunga hamda bu xil ahvolda shu qarshi taraf buningga qanday qaraydi yoki bu ishga qanday his qildi, shuni o'lchamsak bilolmaydi. Ammo normal sharoit ostida garchi oz bo'lsa-mu, haqiqatda o'g'il bilan qiz, qiz bilan o'g'il o'tirsida hissiyat aralashmagan do'stlikning mavjudligi rost. Bo'libmi, qanday ahvolda masalan bir yerda o'sib ketilgan bo'lsa, bir mahalda yoki bo'lmasa ota-onasi do'stlab doim mandaq ba'di keldi qildigan shunday holatda bu xil guymi holat shaklni qildi.
Rahmat Ali. Hamsi o'g'illar, qizlar, o'rtaq bir savol. O'g'illar, kelgusi jo'ranglarning yat jinsdan, ya'ni ma'lum bir erdan yaqin do'stlik munosabati bo'lishini xohlamsizlar. Xohlaydiganlar qo'l ko'taringlar. Qabul qilmayman degichilar qo'l ko'tarmasanglar bo'ladi. İşkanlar to'g'ri tushunalaysizlar. İşkanlar qabul qilamaysizlar. Xo'sh, qizlar. Kelgusi jo'ranglarning boshqa bir ayol yaqin do'sti bo'lishini qabul qila oladiganlar qo'l ko'taringlar. Qabul qilmaydiganlar qo'l ko'tarmanglar. Uchinglar qabul qila olaysizlar. Go'zal, siz qabul qilmaysiz. Undaqda qabul qilmaydiganlarning ko'ngil so'zini anglab baqaylik. Mencha endi qiz o'g'illar o'tirishidagi bu do'stlik shuni yo'yi deymiz. Bu ko'ngilni deb o'ylayman o'zimcha. Chunki bizning o balli vaqtimiz o'tib ketdi. Bir o'g'am bilan Qur'onga yetgandan keyin u bara-bara vaqt uzargan sari yaxshi ko'rib biz ekol cho'qim bo'ldi, cho'qim yaqin bo'lgan-kida. Chunki bu burun mendan bo'lib boqqan. Bana do'stlikdan emas, do'stlikdan boshlangan emasmi tanishuv. Shuning men pek ishinib ketmayman. Bu do'st, sap do'stlik deganlar. Ama shu qabul qilib bo'lmaydi. Nima deganga o'xshash shu. Sabab o'xshash. Do'stlikdan boshlandi, asta-asta taraqqiy qilib muhabbatga aylanib ketishi mumkin. Ikkilanlarning ko'z qarashi shumi? Xo'sh. Go'zal, sizchi-chu? Mening ko'z qarashim o'xshash. O'g'il qizlar o'rtasidagi do'stlikdan boshlangan bu munosabat bara-bara muhabbatga aylanib qolishi mumkin. Shu bir tuymay ko'ngil tushib qoldi deb o'ylayman. Amaliyotda men bu tunji yurgan bolalar ishda bo'lgan. Asl do'stingizdi. Ha, asl do'stlik. Bara-bara muhabbatga aylangantinglar. Siz qanaqasiga qabul qila olasiz? Qabul qilmayman. Ha, asli qabul qilmaydiganlar qo'l ko'taringlar deb anglab qolibsiz-da gapimni. Siz qabul qilmaysiz. Sababi go'zalniki bilan o'xshashma. Sahnadagi nisbat tang-tang. O'g'illardan ikkalan qabul qila oladi, ikkalan qabul qilmaydi. Qizlardanmi shu? Xalidada. Men bu go'zal qizniki, 4-numurlik qizniki bergan javobini men to'g'ri topman. Endi hozir bu yosh bolalar yosh beshiga kelmadi. Lekin beshiga kelgan vaqtida qabul qila olamdi, qilamamdi, uni hozir bilim degil olmaydi. Lekin mashki bolaniki kelgusin bular o'ylab bo'ldi. Amaliyotda menmi qabul qilmayman. To'ydan burunqi odamlarniki insonlarning to'ydan burunqi turmushi bilan to'y qilgandan keyingi turmushida nihoyat zo'r farqlar bo'ldi. To'ydan burunqi mas'uliyat bilan to'ydan keyingi mas'uliyat o'rtasida ajoyib cho'ng bir o'zgarishlar bo'ldi. Odam to'y qilgandan keyin hayotligidagi boshqa bir davrni boshdan kechirdi. Shunlashqa u chaqda hozirgi bizning madaniyat saviyarimizda, hatto o'zimizda, garchi bu mayli qanchalik taraqqiy qilgan erlarda bo'lsa-mu, buni qabul qilib bemalol holatga o'tib ketalayman degan ahvol ancha ko'p mavjud emas. Chunki mushunda ahvollar bo'lgan. To'ydan keyinchi deganda albatta oilada ancha-muncha jidal mojarolar kelib chiqadi. Jidal mojarolar kelib chiqsa biz bundaq dialoglarni ko'p ishlagan. Erlar berib birinchi bo'lib kimni izlaydi deganda burunqi qiz do'stiga berib izlab oiladagi butun dardning hammani anonga to'kidi. Andan keyin voy 5-sinflab ko'nglini yarim qilma u bu deyishib yurib, uydan azroq ko'ngil so'yishmagandikinlar hissiyat oyoqqa yetkildi. Andan qiz bolalar bo'lsa uyda boshqa masalan o'g'il do'st, o'g'il odatdagi do'st deyli, ya'ni do'st bo'lsa-mu, uyda azroq yo'ldoshidan ko'ngli so'yishmay yoki bo'lmasa azroq bir ziddiyat bo'lgandikinlar birinchi bo'lib esi kildig'ini ilqi sirtdagi er do'st. Uyga boramda, uyga borgandan keyin voy ko'nglini yerim qilma, men bapash ko'zini silab u bu qilib, go'zal qiz nayt yaxshi dedi. Asta-asta bu do'stlik munosabat keyingi hissiyat almashtirishga berib qoladi deb naq to'g'ri. Bu haqiqatan shundoq bo'lgan, ham shu sababdan ikkili taraf mesela karşı tarafның ailesi bo'ldi deyli, ma tarafның ailesi bo'ldi deyli. İkkili taraf mushu sabablardan keyin ailesini ajrashib, ikkisi to'y qilib, voy burunqi ma'butgan to'q, burunqi yaxshi ko'rgan to'q degandek mushtan ahvollarga duch kelgan ahvollar bor. Shunlashqa qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin, buningdan burun yat jinsdagi do'stlari bor bo'lsa,
to'y qilib kirgandan keyin u yana burunqi holatga o'xshash muomala qilaman desa muvofiq kelmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Undan keyin ayoliga nisbatan erning ayol do'stining bo'lishi ayoliga nisbatan bir xil haqorat paydo qildi. Ayolning er do'sti bo'lishi erga nisbatan bir xil haqorat paydo qildi. Shunlashqa bir uyga kirgandan keyin er bilan ayol ham do'st, ham er ayol, ham bir-biriga yar yo'lak bo'lgan turmush eng bexatar, go'zal turmush bo'lib hisoblandi. Men shunday bo'lishini umid qilman. Rahmat Xalida. Gülzar Malim sizchi? Men bu Xalida Malimning gapiga aytdi. Qo'shilaman. Men bu qabul qila olmayman. Chunki bizning beshimizdimi uzun vaqtni yillab başında güymidek yigitlar jiq uchirgan. Oxiri kelganda yana gap chiqadi ekan. Degandek bek yaqin bo'lganda o boshqacha o'ylanib, boshqacha xiyolga cho'kadi ekan. Shunga men ash gapni faqat qabul qila olmayman. Bu gap endi bir guymi deb chiqdi, mening boshqacha tushunmay o gapni. Ta'tirnam boshqacha. O'zicha bu nanguymi chiqib qoldi bu gap. Bunda so'z yo'qdi. Men ashu chingrin degan yak operativ uni. Ha. Bo'ldi. Rahmat Gülzar Malim. Rahmat. Gülzar Malim bilan Xalida odam tug'ilgan davrda sizlar biz tug'ilmagan. Lekin bir o'rtaqligimiz bor. Biz o'xshash davrda yashayapmiz. Qabul qila olishinglarcha qilinglar. Lekin majbur emas. O'zinglarning ko'z qarashini saqlab qolsanglarmi, u ixtiyoringlar. Endi bir mishat bir narsani aniq qilish kerak-ku. Nima deb endi nanguymiga muhtoj bo'ldi degan bir masala mavjud bo'ldi bu yerda. Chuqum odam bir ehtiyoj izlaydi-ku endi. Har qanday bir kishilik munosabatda bir ehtiyoj bo'ldi endi. Ehtiyoj bo'lmasa kishilik munosabat mavjud bo'lmaydi. Endi bu yaxshi ko'rish, hem davlat tilida ay deb qo'yamiz. Bu bir ikki odam o'tirsiz shakllanganda, ikki odam o'tirsiz besim birga shakllandi. Yo ay, yo yali. Bu yali nereden keldi? Siz birisini yaxshi ko'rdingiz, sizda darhol yuvang bilan kunju tang shakllandi. Siz uni yaxshi ko'rmaganda kunju bo'lmaydi. U orlik ketami yoki mendan birisi boshqasini yaxshi ko'ra qolam degan undaq narsa bo'lmaydi. Ammo yaxshi ko'rishdi. Endi ular muhabbetlashdi, yoki to'y qildi, darhol kunju keldi. Bu meni yaxshi ko'rmay qolganda qilaman, orlik qilganda qilaman degan barliq bu odamdagi andisha oshnanga taqliq qildi. Natijada qanday qildi? Qarshi tarafni 100% kontrol qilishga, o'zini kontrol qilishga majbur bo'ldi. Ya'ni qarshi taraf yaxshi ko'rmaydigan qiliqlarni o'zi xolismi garchi, ammo qarshi tarafni deb u xil qiliqlarni chiqarmaydigan bo'ladi. Barbara qarshi tarafning yovchulari agishib boshlaydi. Bu qarshi tarafda besim shakllantirdi. Hatto ichidikini deyolmaydi. Nimishqa? Chunki ichimdikini desam, mush xapola qilama, yoki ochiqla qilama, yoki yaxshi ko'rmay qilama deydi. Bu degan odam uchun og'ir darajada bir xil besim shakllantirdi. Ham nanguymi hamda qanday shakllandi deganda u qiz bilan uning o'rtasida hech qanday muhabbat hissiyoti bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin andish bo'lmaydi. Andish bo'lmagandan keyin siz qarshi taraf bilan nayt bir xil ozodi paranglisiz. Chunki qarshi taraf meni yaxshi ko'rmay qolam, tashvib qilama degan andishaning hammasi bo'lmagan ahvol ostida siz yaxshi bir govtun qilsiz. Inson deganning eng chong ehtiyoji nima? Insonning eng chong ehtiyoji o'zining ichki dunyosini dab berishni, tasvirlashni, xotirjam, boshqalar tarafidan pinja qilmagan ning bo'lsa pinja qilmay bir anglashini umid qildi. Bu degan insonning eng chong ehtiyoji. Ammo bu ehtiyoj jurist tarafidan qondirilmoq tez. Shunga nurg'un ayollar aşk meşgullar sırdışanmaydı. Sırdış degan nima? Sırdış degan siz qarshi tarafning gap so'zlari, xiyol, o'y, xiyol hissiyotlarini pinja qilmagan ahvolasiz anglaysiz. O'zingizmi shunga deyilgani bu sirdishish bo'ldi. Sirdishishning insonning psixik sog'lomligiga ajoyib zo'r to'pisi bor. Shunga yaxshi bir do'st 5 psixik doktordan a'lo deymiz. Qandaq do'st? Dal nima desa, bayatın degandek hissiyot yo'q. Ahval ostida ondan bu bir mukammal bo'ldi. Biroq bunda qilish pek yuqori saviya bu. Bu xeli bir yuqori saviyada ondan bo'ladigan narsa. Normal sharoit ostida hamda
kızı oğullar otursa güymeydi. Bu yerden Güzel Hanım, Halide Hanım degende hissiyat şeklini qilish ihtimollik pek yuqori. Chufey Chufey hamda qarshi tarafda hamda undaq hissiyat şekillenish iqtidori bo'lmagan ahvolasida bu bir xil taxam yaxshi bo'ladi. Rasmiy güymey bo'ladi. Rasmiy haqiqiy güymey. Haqiqiy güymey bo'ladi. Muşu iş bilen men beşimden ötken iki dilo isim kep kaldı. Men şunu dep berey. Hazırgı ma kız valla yenşin panyo dedi hem de güymey dep. Lekin aşu özüneki okşaşmasan kızlarınki kız dostu bosumu bek yakın hem de güymey deyimiz koy değişmeydiğen uquşmaydigan nemisi yo'q deb. Sirlari yo'q deb. Lekin bu mu bir bek yamaşken. Men beşimde ötken işlegen diloba, aşın bir misal qilib deb beray. Qizlarning albatta do'sti bo'lmaydi, do'sti bo'lgani yaxshi, o'zaro ancha-muncha detalini aytishqini yaxshi. Biroq ama do'stini o'zi qurgan oilaning ichiga aralashtirvasin bo'lmaydigan ishkanda. Bir yosh qiz yigit to'y qildi. To'y qilgandan keyin u qizvalniki shunday bir qo'ymisi bor ekan, bek yaqin ekan. Bular bir hafta uy tutishaldi. Ajrashib ketdi. Nima uchun bular bir hafta uy tutib ajrashib ketdi deganda, bu ayol to'y qilgan qiz hilqi qo'ymisiga jilay bo'lib qolgan ekanda, uningsiz turmush kechiramaydigan o'xshaydi. U qizvalni to'y qilgandan tatib, hatto bularning Shernay safarlarigacha ilk qizvaldan ayrilg'isi yo'q-da. Şunun bilan bu o'g'il va ikkisi degan to'y qilgan tursa, bu o'g'il bilan bu ayolning o'tirsida bir ko'ngjan yo'q, ilqi o'zaro gaplarni deyishadigan ko'ngjan yo'q. Şunun arliq yo'q. Şunun bilan bu o'g'il vala deydi, biz kim to'y qilgan tursak, sen nega desa, epmonamsa keşke undan nim qilam desa, men degan sen bilan to'y qilishdim burun buni bilan biz degan shundoq yaqin do'st, u ishimizga aralashmaydi deydi. Biroq unda bo'lgan bilan onun bütün işini yaqin qiz do'sti, ayolniki shu qiz do'sti aralashmasa bir ish qilmaydi ekanda, nima ish bo'lsa anan gapini anglaydi ekan. Shuning bilan bu bo'lmaydi ekan deb ikkisi bu yerda fikr birdek yo'q. Bu qiz bola yo'ldoshidan ajrashib ketishga rozi ekan, qo'ymisidan ayrilmaydi ekan. Endi bu nima deganda ruhiy jihatdan bir xil tayinishchanligi bek cho'ng bo'lib qolgan. Anam degan yana bir dilo ishladim. U erning ashnaq bir o'g'il do'sti bor ekanda, o'zaro ag'inlar ekan. Endi u desa ash do'sti bilan birga yurishni yaxshi ko'rdi ekan. Ular aran 3 oy o'tibdi. Lekin bu 3 oy jarayonida bu ayoli o'zining shu erga tegib, o'zining bir mavjudligini yo'qotib qo'yibdi. Men u erga nisbatan u kullab bu ayolga sen nadasan, bormi yo'qmi degan telefonmi bermaydi ekanda. Lekin er bilan do'st bilan ikkisiniki bir kunda aloqalashmasa, ular kun bo'lmaydi ekan. Şunun bilan bu ergi tekkinim bilan men bir yerda mavjudligim yo'q ekan, bo'ldi deb 3 oy o'tib, ularmi ajrashib ketdi. Bu yerdagi mening demoqchi bo'lganim, qizlarning o'g'il do'sti, o'g'illarning qiz do'sti emas. Mayli o'g'illarning o'zining o'g'il do'sti bo'lsin-mi, lekin qizlarning o'zining yaqin qiz do'sti bo'lsin-mi, lekin to'y qilib bular bir uyga kirganda qiz yigitlar har ikkilisiga ma'lum bir orliq saqlamasa, har ikkilisini uyga boshlab kirsa, turmushimi yani baribir turmush bo'lmaydi-ku demoqchi. Rahmat Xaldada. Anglislar normal emas-a, demisimi? Majburiy ajrashib ketish girdobig'iga borgan er bilan ayol odamning ish chaqirib qoladi bo'libmi? Qistangchilik turmushda o'zining mavjudligini his qilamagan er ayollar odamning rost ish chaqiradi. Xo'sh, qiz yigitlar, tunji uchirish orqali bir-biringlarning his tuyg'ulari bilanmi uchirishib baqdinglar, lekin texi tal to'kis emas. Biz texim cho'nqirilgan asosda sizlarga bo'shliq beraylik. Endi ekran qaranglar. O'rtaq tanishib kelamiz. Rayman, bir qo'zamsa ijodiga bir tanilgansiz. Rayman buyurtuvchi bo'ldi, menimcha ochiqcha ta'siringi bo'ldi. Ochiqmi ya? Bu Rayman degan narsaga na bo'ydoqchalik qilmadan, endi doktorlar ishda, dostxonalar, siz og'amlikin bo'lsin bir Rayman degan narsani bir yemaychi, voy uyda tutmaymizmi? Qo'shqim ochdi deysiz. Tamam itib oldimiz erkakcha, sizin chidmay qolarmikin deb Rayman qilaylik degan.
Olduk gün attım o tamam. Olduk günü yapıyorum. Kıskidan ödü baba 10 günü vermeyip canlıçılıklarını kızlık yapıldı da ama küçük yapıldı ama öyle şüpheydi. Korona tırnaklarım değil, ona yasız. Çıkıp bize yaklap jüt babalar. Tırağa çıktım da, bakırımı. Bak kimsin onda uzun adım koklaşışı bilmem dokunantamı ve uzun tırnakın arasında bir şey. Ya turat yapmaya çakımaya karan. Yok kandalık konusunda öğüt anladığını yiginim gidelim. Dersiniz ne içsiz, etliyorsunuz etsiz. Kalayım kandalıca gelmeyin. Ma öğüne kandak düşürmeye zaten. Küçük kırmızı bilgiler arayası. Bu ne mi? Tanıdıktan. Qizlarninki o'zining tirnoqining ustiga tirnoq chaplaydigan ahvolni ko'p uchirtyapmiz. Xeyli umumlashib qoldi desak ham bo'ladi. Endi to'ydan keyin farzandlik bo'lishi oldida turayotgan qizlarga nisbatan bu tirnoq chaplash balkim o'zining ixtiyorligi, go'zallikni so'yish uchun. Xo'sh, buningga qiz o'g'illar qanday qaraydi? Bo'libmi to'y qilish oldida turgan sizlarga o'xshash qiz o'g'illar qanday qaraydi? Menimcha bo'lsa to'y qilgandan keyin u tirnoqni qo'ymaslik kerak. Chunki to'y qilgandan keyin hamda bir uyda tomoq yeydigan ishlar bo'ldi. Hamda birga attoq degan taqdirdami shu u uzun tirnoq bilan birim qilsa qachon qulimi o'zining qulimi yolinib qolar, alqatni saylarni oqlash o'rnida degandek-ku. Qulaysiz bo'lib qoldi. Sizmi toza yasab yurishning tarafdori emas. Bo'lsa o'zining tabiiy tirnoqi bilan yursa deb o'ylamsiz? Shu. Bu shu alqa tirnoq siri bor bo'lsa, unimi surmasa, alqa uzun tirnoqni chaplamagandan so'ng tirnoq sirini surmasa deyman. Chunki surmasa. To'g'ri. Shu tamoqatga vaqtda alqa mikrob oshningdan keldi emasmi? Pokizlik muhim. Xo'sh, oldi bilan qani qizlardan so'rab baqaya. Samimiylik bilan javob beringlar. Tirnoq yasab yurishni yaxshi ko'raman degichilar qo'l ko'taringlar. Bo'ldi. Güzel, Rashida, ishqanlar yaxshi ko'rmamsizlar? Yo'q, men yaxshi ko'rmayman. Hozir tirnoqingiz yasaqli holat emasmi? Men buni o'zim qilgan 3 kunlam qo'ymay, 3 kundan keyin chiqarib aytaman. Rashida, sizningchi? Men yaxshi ko'rmayman. Nima uchun alaydi sabab bormi? Men bir xil qolaysiz ko'rman. Qolaysiz. Ish qilishga aksiz demakki. Ish qilish apsiz deb o'ylaysiz. Siz-chi Güzel? Men cho'nglarning oldida bek xijil olaman. Ha, bo'ldi. Endi o'g'illar davomlashtiringlar. Mencha endi qizlarning go'zallik qarshi bekrak kuchlik bo'ldi. Buni men endi so'rin qarta. Ben uyning ichida bekor yurganimni qilishning o'rni yo'q. O'zlari endi bu qizlar bir-birsiga bekrak ko'zitish uchun qizlar so'rni emaslar, to'y to'kinlarga yasinib bordi. Har qanday ayollar endi qizlar shuning qarta qilsa mening cho'ng fikrim yo'q, ammo uyning ichida endi bekor tursiz 24 soat qavob qilishning o'rni yo'q deb qarayman endi. Yuqorqi asarni ko'rgandan keyin qanday o'yladingiz? Erga nisbatan ish chaqirtishda bo'ldingizmi va yoki qizni bak naynaq ko'rdingizmi? Hozirgi jamiyatga nisbatan endi unchalik datalashlar bo'lib turdi edi kichikina deb o'ylayman endi. Chunki u qizning go'zallik qarshi bekrak kuchlikdi. Erninki endi deganlarim ba'zilarining jiq asosi bor. Endi uningga jiyalarni udulla qo'pol tegmidi u erkishmi? Aytda men sirtdan jiq qo'ymayib ketdim bo'ytoq chaqlarimda. Deb chiroyli yaqinki u qizim oxiri shu erning gapi ko'ngan asosida bo'libdi-ku bu dialogmi, bu hikoyami. Endi uni bir qo'pol gap qilishning o'rni yo'q bu ishlarga. Bo'lsa nuqtai nazar bo'yicha qarab chiroyli gapirsa qizlar anglaydi deyman, chiroyli qizlar bo'lgan ekansiz. Rahmat enim, Alijon. Mening o'ylig'im 3-nomernikiga bilan o'xshash. 3-nomer nima degan? 3-nomer qizsi bo'ldi, go'zallik qarshi qizlarning yuqori bo'lganligi uchun. Qizlarning ham emas, o'g'illarning yuqori. Lekin qizlar bakrak o'zining güzel turishini yoqtirdi. Demak siz to'ydan keyinmi, masalan, tirnoq sababidan tamoq etishni rad qilsa-mi, to'g'ri tushuna olamsiz? Yo'q, to'ydan keyin qilsa to'g'ri tushunmayman. To'ydan burun qilsa to'g'ri tushunaman.
to'ydan keyin pat-pat qilishini to'g'ri tushunamsiz? So'rinlar moslashtirib, so'rinlar bag'anni qilsa bo'ldi, lekin har vaqt qilinishini xohlamayman. Ha, bo'ldi. Siz cho'yinim? Men ham shu 2-3 nomerlik o'xshash. Işte dostlarınız o'xshash qarashda. Shu so'rin bor vaqtlarda, hep uni boshqa vaqtlarda evassimi, umi bo'ldi. U kunda qilishlashganda hojat yo'q. Davomli qilvasimi g'arb sayat filmidagi o'mchik alvaslarni eslatib qo'yamdi, ha? Ashtaqma. Iliq tansonayni keldiramidaq. Da qilgan qizlarni eslatib qo'yamdi, eslatmamdi. Kunda qilvasa. Ha? Muborakdan boshqa chiqarishi deb turdi. Qaranglar yigitlar, men sizlarga tushuntirib qo'yay. Bu tırnaqning uzunligini tanishigil bo'ldi odatda. Masalan, ya eng uzun qilag'il bo'ldi, ya qaltiroq yasatqil bo'ldi. Agar mush tırnaqni qilib tamoq atmayman degansa, bu bir bana bo'pti. Masalan, tamoq itadiganlar niyati bo'lsa, itishing palay bag'il xo'shu. Ashni kiyib asam bo'ldi. Agar u tamoq atmayman degansa, u bir bana bo'qapti. Masalan, hamda qizlar degandan qildigu unchalik ishni. Agar o'zini tashiydi, bermishdi, alam yuraytimsa, oğlan bal talağa çıkıp yasatkan qaraydı şu. Canım sağlam, mübarek. Mesela müştırnıqınız başarı ait qanaq tamaqlarını italaysiz, dep yeqna? Müştırnığım bilen mi? Müştırnığım bilen mi tamaqını etkili buldu? Xemir juğur alamsız? Aç tırnaq bilen xemir juğasa bir qitim işletadigan palay çoqum teşilip gididu. Mesela eğer ben xemirini juğuramısam, xemir juğurdigan narsa juğasam buldu. Ya bo'lmasa chizak kirsam buldu. Ishqi tamoq itadiganlar niyatim bo'lsa, hemen qig'il buldu. Tırnaq ko'p putlashmaydi deb o'ylamsiz. Muborakning qarshi qo'shilgan qizlar bormi? Siz qo'shilamsiz. Rashida bilan go'zal qo'shilmamsizlar. Ikkiga 2. Ben qo'shilmadim. Nimishqa? O'zimni yaxshi ko'rmayman. Demek siz odatlanmagan. Ha, demek siz odatlanmagan. Shunaqmi? Siz odatlanmagan ham o'zingizni yaxshi ko'rmaysiz. Shu qulaysiz etkiladi deb. Qulaysizlik olib keldi deb o'ylaysiz. Bo'ldi, singlim, rahmat. Mana udulimizda hayot tajribalari mo'l ustozlar o'tiribdi. Bular tırnaq chaplaydigan, undaq tırnaqlar bor zamonda yashamagan. Bularning yoshligi to'limi oddiy, lekin qizg'in hayat kartinaları bilan to'yingan. Endi bugungi kunda meningcha mayli Xaldadam, mayli Gulzardam tırnaq chaplayotgan qizlarni ko'p ko'rdinglar. Muhitinglardan ko'p uchirtisizlar. Endi sizlarning qarshinglar navbatdagi yoshlar bilan birdakmi yoki boshqacha qarshinglar bormi? Qo'l ayollarga nisbatan aytganda bu ikkinchi yuz deb qaraldi endi. Bu qo'lning go'zalligimi, shu yuzning go'zalligi bilan o'xshash. Men bu burundan tatib shu tırnaqni yasatishni yaxshi ko'raman. Endi bunu çünkü sorunlarga uyabiyaga chiqib qolgandikan, odamniki chiroyi go'zal bo'lib, kiygan kiyimi chiroyli bo'lib, chash chiroyli bo'lib, tırnaq sat to'p qolsa, o'xshashlar go'zallik tuyg'usi bermaydi. Rost gapni desam, buning o'g'illar diqqat qilmamdiki debdiman, lekin buning diqqat qildigan o'g'illar bor ekan. Xeyli yillarning oldida bir do'stimni bir yigitga tanishtirmoqchi bo'ldim. Shuning bilan bular ikkinchi qatam har ikkalasi bir qatam ajrashib ketgan. Shuni bilan ko'rishgan vaqtida, shuni bilan ular shunday bir so'rinda paranglashib o'tsasak, naq shu bir so'rinda hilqi o'g'il bola mening telefonimga uchur yozibdi. Tırnağı bek setga deb. Shunda kulib ketdi o so'rinda. Chunki chiroyliq. Andan o'zimni qaraganda amisi nim qilib, mushga qilib turgandan keyin tırnaqni yaxshi ko'mabdi. O'g'illarning ichidami men hayron qoldim, shu vaqt o'g'illar tırnaq diqqat qildik deb. Chunki men tırnaq ikkinchi bir go'zallik bu yuziga selishtirgan. Endi muborak qiz buningga javobini aytdi, yaxshi javob berdi. Odatda men shundaq onun hamda belki bu tırnaqniki yasalishi, uzun qisqaligi o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Buni hal qilg'ili bo'ldi. Endi buningda faqat bir tamoq etishni, xamir yug'urishni deb, unda qilish yaxshi emas deb chiqarmasakmi bo'lmaydi. Buni o'zining yaxshi ko'rishiga bog'liq. Ikkinchi jabingda qiz men o'zim yaxshi ko'rmayman dedingiz-a? Shundaqa. O'z yaxshi ko'rmasa, bu o'ziniki qiziqishi yo'q. Lekin agar buni yaxshi ko'rsa, mening o'g'lim taqa o'ylimidimi? Mening o'g'lim 31 yoshga qoldi. Men o kelinimga hargizmi undaq talab qo'ymayman. Bo'lsa,
Özünü tüzəşdirib, çirayılıq yasınalaydigan qız olsa mən texim yaxşı görmə. Çünki bu özünü yasaşdan özümü onun bir qavullıq getidi. Şunlaşqa bu tırnaq uzun bolsunmu, bunu bana qılıb, xemir juguruşunu bana qılıb, tırnaqını elivət deyişmi, bu çəkləş güzəllikni bir çəkligenlik. Onun usulu var. Xemir juguruş maşinası yuğasın buldu. Hazır tayya degəndək piltin əkirsinmi buldu. Əmin nəsi tayya. Və ya ki bomsa, onunla pələk giyib, xemirini jugurub, tamaqasın buluyub. Mən şunda qılmə. Bolsa boz cizək girmə, piltek girmə. Ya bomsa özəm pələyini kiyib, soluyor pələkdə xemir jugurub, iti vermə, heç qandaq təsir yetkizməyimə. Bırak mən davamlıq tırnaqımını yasıtıb, çırayılıq yürüşünü yaxşı görmə, güzellikni söymə. Rəhmət, Xaldada, hazır o oğullar bilan qızlarninki ortaq mülayiza qılıbatqan tırnaq məsiləsidə adat özləri yasıb alınğan və yoki məxsus tırnaq yasıtış ornuğa berib yasıb alınğan normal tırnaq bilan məxsus çaplaydigan yana bir tırnaq işi var. Bu tırnaq sizning hazır yasalgan tırnağınızga o'xshamaydi. Az deganda 1 santa uzunluqda, özünün tırnağıdan 1 santa uzunluqda işib turgan, mesela mandaq holatda tursa, miyadan tırnaq ko'rinib turgan holatdagi tırnaqda, buningda mesela pərlək kiyib ish qilishmi deganda qolaysiz. Endi biz bugungi san programmamiz orqali tırnaq vaqasi tuyuqsiz chiqdi bu hikoya bilan. Qandaqdir yasash to'g'ri? Yo'q. Yasamaslik to'g'ri? Yo'q. Hayotda har qanday savolning mukammal javobi bo'lmaydi degan narsaga chin tutib qolamiz mishada. Ixtiyori qo'yamiz. Endi bu yerdagi tırnaq masalasi bakrak uzunroq tırnaq. Endi bunun hakikaten bazı işlerini qilish, hatta özünün bir kiyimini kiyish tugmalarini etishmi bir qolaysız bo'lib qolamdi ekan deb faraz qilma. Endi qag'ini siz aytgandek qizlarning yaxshi ko'rishi, qizlarning tanlashi bo'lsin. O'g'illarmi shu jihatda o'zinglarning tanlashi, hurmat qilishi asosida ish tutsanglar bo'ladi. Demak, bu nuqtada qiz yigitlar xil bir-birini tushunib qoldi deb o'yladim. Xo'sh, bir naqsha anglab yetamdiq. Qani, marhamat. Can
Mana halqılık vaqtga keldik. Bu halqılık vaqt nemi? Eng axirgi tanlash. Mayli qiz o'g'illarning yatchinisdan bo'lgan do'st masalasida bo'lsin. Mayli tirnoq masalasida bo'lsin. Ko'pchilik o'zlarining qarashlarini dadillik bilan o'tirib qo'ydi. Qiziqishlarini tushunib baqdi. O'zaro bir-bir haqida o'ylanib baqdi. Endi bugun alayda bir fursat bor. Har biringlar mushtapda mikrofonni ilib, o'zinglarning oilasi haqida qisqa bir tushuncha berib o'tinglar. Ben özüm Turpan'dan öydekiler şu atam can şuçi hem tamçılık hemsini kıldı ço Nursal. Hem de ben aşpaz mışı Ürümçi'de. Sen neçican? Biz 4 can. İşki bala. Ha, inim var. İniniz var. Buldu, rahmet. Ben özüm Atın rayonundan bizden ayrı nereden? Ürümçi'den. Atınım ya. Ha, ben merkezi şehir Ürümçi'den. Atınım rayonunda tutsınız pek çok ya bu. Ürümçi'den bizden ayrıda Tötcan var. Dadam Koyuncu elektrik stansiyasının işçisi. Apam aile komitetinin işçisi. Ben özüm elektrik sükunları şovşu. Kiçikinim okuyatıdı. İşki balı masalamu. Buldu. Alican? Özüm Qashqardan. Kasbim operator. Ailekilerim bolsa odatda men dadamni aka deyman-chu. Nimishqa? Au kichigimda cho'nglarning yanında turib ekanman shu. Cho'ng dada cho'ng apalaringiz beqib ekanda? Shu dadangizni? Shunga mana ko'nmagan ekan deyamaydi ekanman. Aka deysiz. Apangizni-chu? Ana deyman. O'zingizning opasini? O'zingizning tuqqan apangizni ana deysiz. Lekin sizning o'zingizning topgan dadasini aka deysiz. Qancha qarindoshing'iz bor? Biz jami 6. 6 bala. 6 nopus. 6 nopus 4 bala. Ha. Nechinchisi siz? Men birinchisi. Tunji bala. 3 ufkangiz bor. Bo'ldi. O'zim Ürümçi'den apam sıfat işlerdi, dadam o'quvchi, o'qituvchi. Ma'lum. Biz uyda chiqgan bor, bir singlim bor. Bir singlingiz bor. Men o'zim Ürümçi'den, ananikin mening bir inim bor. Apamning kasbiy bozor etish, dadam sorgar. Hisobda bir sorgar oilasi cho'ng bo'lgan. Qashqar shaharchidan. Men ikki akam, bir akam, bir enim bor. Men apam bilan bilib turmay Ürümçi'de. 我是乌鲁木齐的，然后我爸和我妈都是老师，然后我还有一个弟弟，他在上高中。 Men Xotandan, bizning uyda jam 4 jam bor. Dadam, akam, acham men. Rahmat. Mana ailanglar haqida dastlabki tushunchaga erishdinglar. Endi biz rasmiy oxirgi tanlash bosqichiga kiramiz. O'g'illar, chiroqni o'chirmay turinglar. Qizlar, bugungi suhbat jarayonida ko'nglinglarga yaqqan va yoki buningdan keyin tushunib yiqishni xohlaydigan, billa mengib yiqishni xohlaydigan nishon uchirgan bo'lsa, chiroqni saqlab qo'yinglar. Bo'lmaganida chiroqni o'chirib yetinglar. Har millat kishilarining islom davolash turimizni bir qatim sinab yiqishni tavsiya qilaman. Billa mengib yiqishni xohlaydigan nishon uchirgan bo'lsa, chiroqni saqlab qo'yinglar. Bo'lmaganida chiroqni o'chirib yetinglar. Güzel, siz chiroqni saqlab qolibsiz. Qolgan qizlar o'chirib yetibsizlar. Güzel, kimga so'zingiz bor? Hamma o'g'illardan so'rab baqsam, to'tlaylandimmi? Ha. Agar sizlarningki men biz yurib yetibchi, undidaringlarda tuyuqsiz men bir kuni o'tiriblam. Ko'rib, ilqiymisizlar. Sizlar yaqin o'tgan bir qizningki mesela sizlarningki kuymeringlar bo'lsin, an yaqin do'stinglar, sirringlarni tugadigan. Shular men sizni sevgindim deb xat yozib qo'ydi. Necha kun o'tib ketgandan keyin ko'rdim men. Uni ko'rgandan keyin hech qanday gap qilmadim. Gap qilmay yana necha kundan keyin sizlarning do'yininglarni ko'rib, yana boshqa qizlar bilan ilqi paranglashqininglarni ko'rib, yana gap qildim, lekin buni sizlar bayqab qoldinglar. Bayqab qolgandan keyin qanday qilsizlar demoqchi? To'y qilishdan burunmi yoki to'ydan keyinmi? O'xshash. Ham to'y qilib bo'lgandan keyin ham to'y qilishdan burun. To'ydan keyin deb faraz qilaylik. Alijon, o'ylig'ingiz. To'ydan keyin bo'lib qolib qolsa,
o qizchaqniki xato tushunishi, uningki bunda boğa ishonchisining sustlab ketadi deb o'ylayman. Hozir men bir narsa so'rab olayotgam. Bu Seg'indim degan xatni kimga yozdi? Boshqa bir qiz bola meniki mesela yo'ldishingizga yozdi. Do'yindim yana xat ikkisi siz paranglashdi. Siz qanday qilasiz bundaq vaqtda? To'g'ri tushundirma, lekin faqat amal bo'lmaganda tushundirsam, o gapimni anglamagan vaqtda o'zim tutib olib, shu qarshi taraf kallasida o'tgandan keyin mamanda bo'ldi deb yana bir qatim tushundirma, yanlam o'zining o'ylig'ini bo'yicha qilsa, men shu qarorga hurmat qilaman. Qarorga hurmat qilaman demsiz? Men bo'lgan bo'lsam, undan yuz bermaydi deb o'ylayman endi. Mening hayotimda mumkin emas undaq qish demoqchiman. Nimishqa degan vaqtda, kuymi degan vaqtda uningga masalan men uning mavjud chengdushan men birini bergan taqdirda kanchin bergan ostida o'sha banga yozgan bo'ldi u. Bo'lmasa u menga bikala masalan Seg'indim deb yozib qo'ymaydi. Yine gap do'yingda to'y qildim degan gapga to'y qilib bo'lgandan keyin shu o'ziniki shaxsiy ishlarini yig'ishtirib olib, shu ayoliga yomsa, muhabbatga sodiq bo'lsa, hammadan yaxshi deb o'ylayman. Navada u xatni sizning cherno sizga yozgan bo'lsa, to'y qilib bo'lgandan keyin. Haqiqiy aytaman. Birinchi menda do'yinda paranglashmayman. Do'yinda mumkin emas unda ishlar yuz berishi. Beshingda unda ishlar yuz bergan taqdirdami cho'qim qarshi tarafga xutatmaydi o'g'am bola. Undan agar uqib qolgan taqdirdami, mushta bir saran qizlarni biroz yezib qo'yibdi, jinib chiqaritli bo'ldi. Ortiq gap yo'q-ku. Qarshi tarafni yutamsiz. Ha, tugaydi. Menimcha undaq ishlar bo'lmaydi deb o'ylayman. To'ydan keyinchi, to'ydan keyin. Agarchanda to'ydan burungi kuymis bo'lib qolsa, cho'qim to'ydan keyin nimasini yiroqlashtirish kerak, biza orliq saqlash kerak. Shunglashga amal va aloqalashmaslik kerak deymanda. Güzel, qanoatlanarli javobga erishdingizmi? Kimning javobidan mamnun bo'ldingiz? Hech qaysini. Yana bir savol so'rab qo'yadi. Oxirgi. Yana bir fursat beramdiq. Ha. Sizlar o'zinglar jumakchi, oxirgacha qo'lni tutib birga ep maqmoqchi bo'lgan qizning qandayroq bir qiz bo'lishini umid qilsizlar? Tirishchan bo'lsam bo'ldi. Güzel, bu savolingizga faqat bir yigit javob bersin. Kim javob bersin? Birinchi numar. Birinchi numarma. Adab axloqliq. Hem ota-onamga, hem o'zining ota-onasini hurmatlaydigan. Tugdi. Shuni qarayman. Chiroqni kim uchun saqlab qolgandingiz? Asli men to'rt aylandim, bir aylan bir qanoatlanarlik javob berib qolsa deb o'ylashib baqaydigandingiz. Hech kimning javobidan qanoatlanmadingizmi? Yo'q. Birinchi javobdimi, ikkinchi javobdimi? Ikkinchi javobidan. Birinchi javobim yetarlik bo'lmadi, ikkinchi javobi qat'iy yetarlik bo'lmadi. Azroq tushdi, lekin yetarlik emas. Men bir so'ramoqchi. Birinchi nomerlik yigit sizga yaxshi javob berdi. Shundaqmi? Menimcha, siz qanday javobni umid qilmoqchisiniz deb yiqin? Adab axloqlik, nima? Adab axloqlik, ota-onamni hurmatlaydigan degani bo'ldi. Ashta javob berdingiz-ku deyman. Ha. Ondan keyin meniki birdan bir kutganim balalarimga bir layoqatli ona bulaydigan. Bola bo'lgandan keyin o kishlar aldirmay desam bo'ladi-ya. Lekin meniki balkim go'zal o'ziga bak qattiq talab qo'yayotgan qiz bo'lsa kerak. Keyingi vaqtlarda bak layoqatli ona bo'laman deyotgan orzusi bo'lishi mumkin. Shu birinchi nomerlik yigit sizning kutgan hozir demoqchi bo'lgan maqsadingizni to'g'ri so'z qildi. To'g'ri javob qildi deb o'yladim men. Yana qanoatlanmaga o'xshaysiz-da? Ha. Hali. Demak, go'zal o'ziga ishindi ekan. Go'zal o'zini kelgusidagi layoqatli ona, hozirgi vaqtdagi naytda o'lchamlik bir axloqliq yaxshi qiz deb o'ylaganligi uchun qarshi taraf yigitning o'ziga hasilab talab qo'yishini qabul qila oladi ekan. Mundaq bir savol chiqdi. Shu savolning javobini men tushunamadim. Güzel, siz mundaq savol so'rdingiz. Agar meniki yo'ldishim
Onunki telefoniga, onunki qiz do'stidan "Shani, men seni sevgandim" degan gap kirib qolsa, men uni ko'rib qoldim. Uning gapimidim. Lekin to'yindimi, ularniki ashta xat yozish qolgan ko'rdim. Uningim gapimidim. Men lekin mening gap qilmaganligimni, mening hech qanday ifoda bildirmaganligimni qarshi taraf yo'ldishim buni bilib bo'ldi. Endi deb buni siz mushu savolni o'g'illar qo'ydingiz. Ammo mushu o'g'illar sizlar qanday qilsizlar buningga dedingiz. Asli mushu savolni o'g'illar sizga qo'ysam meningcha to'g'ri bo'ladi. Shuningga siz endi bu o'g'illar o'zlariniki fikrlarini dedi buningga. Ikkinchi bala, ikkinchi jabing o men tushundirma uningga, bunday ahvolda tushundirma degan dedi qolganlarniki javob asosan o'xshaydi. Endi siz bu javobdan men qanoatlanmadim dedingiz. Siz qanday javob bergan bo'lsa, sizga qanoatlanarlik javob bo'ladi. O şanıyla deb qarshi tarafdan uchur keldi. Kelgandan keyin bu meningga ashtaroq bir javob qaytadi. Men shuni ko'z oldim keltirib turibman degan. Ha, texi javob qaytirgan oldim bama. Bayatın savol, lekin u tarafdan so'ralmay, faqat qarshi taraf seni sevgandim degan uchurni yozdi, men ko'rib qoldim. Uningki o'g'illar qanday qiladi degan savollar bo'lgani uchun men uchaylan xemingdan qartizimlik kirgizib yutiblar, bir xil o'zining pokligini isbotlab berdi. Alijon bo'lsa men tushundirman. Agar men ishonmasa mening amalim yo'q degan javobni berdi. Endi bu dilo murakkablashib ketdi, endi bunda davomlashtiraversakda, xo'sh, oxirgi javobingiz birasini tanlamsiz yoki chiroqni o'chiramsiz? O'chiribdi. O'chiribdi. Xo'sh, yigitlarning ko'nglini so'ray, fikrlarim. Nishon bekitganmi tanglar? Bekitmaganlar o'chirib yetinglar. Shundoq tez o'chirib yetinglar. Bugun shundoq og'irlashadigan o'xshaydi. Hech qisi yo'q. Programmamiz oxirida men Mo'yanning bir so'zini sizlarga hadiya qilay. Mo'yan shundoq yozib ekan. Har qanday bir odamning hayotida bir mahallik qizg'in muhabbati bo'ladi. Uning ichiga kuchini, his tuyg'ularini singdirib atgan, yayrag'an, yarlangan vaqti bo'ladi. Men eng qaynoq hislarimni shu yerga ko'mib qo'ydim. Tushunmasang, ranjimayman. Bugun his tuyg'ularinglarni to'liq ifodalab bo'lmadinglar. Balkim bir yerga ko'mib qo'ydinglar. Lekin ishimiz yana bir sallarga chiqqaninglarda ko'milib qolgan his tuyg'ularinglar oshkorlanishi mumkin. So'zlab berishni xalab qilishinglar mumkin. Biz shuni saqlaymiz. Xo'sh, naq maydondagi qiz-yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'siratini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Yaxshimisiz-da? Bugungi arz programmasini ko'rib sizga qanday ta'sirlarni qoldirdi? Men bu arz programmasini pek yaxshi ko'raman. Bugun nihoyat yaxshi chiqibdi. Bugun bu programmada bir qiz-yigitlar tanishamadi, chunki bularning talablari pek yuqori ketdi. Bu bo'lsa, yangi bir talablarni qo'ygan bo'lsa, pek yaxshi tanishalaydi. Bo'lsa, sahndan qo'l tushib, bir-biri bilan fikr almashtirib, paranglashib qilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bo'lsa, barliq bo'ytaq qiz-yigitlarning bu programmaga qatnashib, umrlik baxtini topishini umid qilaman. Undaq bo'lsa, yigitlar sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yiqlikdagi aqsilni sovg'a qilamiz. Qizlar, sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan bexatar unumlik bo'lgan xonim-qizlar mahsuloti, sog'lomlik mahsuloti sovg'a qilamiz. Qani, qabul qilinglar. Ustozlarim, rahmat, charchadinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, Elchi programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan bu yerda oxirlashdi. Esinglarda bo'lsin. Mana shundaq nodir programmaning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni yaxshi ko'rib, Xinjiang Ilg'ar uy mulk ichkichaklik shirkati, Xinjiang Nur Aman uy mulk ichkichaklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlab bergan. Jo'rsiz bo'ytaqlar uchun biz boshqaryapmiz Elchi programmasi orqali. Biz fursat yaratyapmiz Elchi programmasi orqali. Shunga agar ehtiyojinglar bo'lsa, ekran ostidagi telefon nomeri orqali biz bilan aloqa qilishinglar. Kelarki